Sirdaryo pedagogika kolleji o'quv dargohidagi mahoratli ustozlar boy ish tajribasiga ega. Qozog'iston Respublikasi Shig'iz Qozog'iston oblasti Abayatundagi gumanitar kolleji delegatsiyasi tashrifining asosida ham ta'lim muassasasining uzoq yillik ish tajribasini o'rganish ko'zda tutilgan. Mehmonlar tantanali kutib olindi. Delegatsiya a'zolari o'quv dargohidagi ta'lim jarayonlari, kelajak avlodga ta'lim-tarbiya berishdagi o'quv mashg'ulotlari bilan yaqindan tanishdi. Maktabgacha va maktab ta'limini rivojlantirish, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonidagi ish tajribalar delegatsiya a'zolarida katta taassurot qoldirdi. Bugungi ish-shara ma'gan o'ta yo'nadi. Men Qozog'iston Respublikasi Shig'iz Qozog'iston Abayatundagi Shig'iz Qozog'iston gumanitar kollejidan kelib o'tirmiz. Bugun ulkan memorandumga qo'l qo'ydik. Bu memorandum negizgi maqsadi o'sha ikki kollej arasındagi, ikki yil arasındagi intimoqtaslikni жалғастыру және оны орналастыру. Pedagogik kengeshning және Qamqo'shlik kengeshining шешімімен осы колледжге Abayatundagi шәкіртақы 100 мың теңге жылына беріп отыратын болып шештік. Ең негізгі мақсатымыз екі ел арасындағы тәжірибе алмасу, сонымен қатар студенттерді алмасу және озық тәжірибемен бірімен алмасу болып табылады. Darvoqe, ikki ta'lim muassasasining o'zaro hamkorligini yanada mustahkamlash, akademik va ilmiy almashinuvlarni kengaytirish ham kelishuvda ko'zda tutilgan. O'zbekistonning ta'lim tizimidagi o'ziga xos yangilanishlar, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirishdagi muhim yo'nalishlar ishtirokchilarda katta qiziqish ham uyg'otdi. Ularning ta'lim jarayonini bizning ta'lim jarayonlariga tatbiq etish, bizdagi ta'lim jarayonidagi yutuqlarni ularga joriy etish, ilmiy ijodiy hamkorliklarni tashkil etish, ilmiy konferensiyalar amalga oshirish, olimpiadalar o'tkazish, sport musobaqalari o'tkazish, o'qituvchilar bilan onlayn darslar tashkil qilish. Bundan tashqari ularni ta'lim jarayonlari bilan borib tanishish, ulardagi yangiliklarni olib o'zimizning ta'lim jarayonlariga tatbiq etish va birgalikda shu ta'lim jarayonini rivojlantirishda uzoq yillarga mo'ljallangan strategik rejalar tuzib olishdan iborat. Ikki tomonlama almashinuv dasturlari, ilmiy tadqiqotlarni va ta'lim jarayonida qo'llaniladigan innovatsion metodlarni o'z ichiga olgan kelishuv davomida ikki davlat ta'lim dargohlari o'rtasida memorandum imzolandi. Kelajakda mazkur kollej o'qituvchilari o'zaro malaka oshirish jarayonlarida ham ishtirok etishlari to'g'risida ham so'z bordi. Jarayonga xalqlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni mustahkam ifodasi sifatida namoyon bo'lgan konsert dasturi yakun yasab berdi.